Assalomu alaykum aziz do'stlar. Haqiqat yo'limiz bugun 6 kun ekan. İşlab turibdi. 60 gradusga qo'yib qo'ydim. Hozir yoqdim buni. Kunduzi svet bo'lmadi, remontga svet o'chirdi. Kunduzi bilan o'chirib qo'ydim. Hozir yoqdim. 60 ga qo'ydim mana. 60 ga qo'yganda 60 ga chiqqanda o'chadi. 57 ga tushsa ishlashni boshlaydi. Hozir 57 ga tushsa ishlashni boshladi. 2 minut dam olish vaqti, 32 sekund shunday ko'mir haydaydi. Shunga nastroyka bo'lgan. Hozir ventilyatorimiz ishlaydi. Hozir kuchayib yonishni boshlaydi. Belolma ko'mir yoqyapman. Bu belolma ko'mirda sifati yomonrog'i kelib qolibdi. Sinovga 2 qop olib kelgan edim, 100 kilocha. Mana tosh bo'lib bunaqa tosh bo'lib qolyapti. Atrofiga tushib ketyapti. Mana shu 2 kunlik, bugun kunduzi yonmagan bo'lsa 1,5 kunlik musor mana shu. Bu yerning orqalarida ham bor. 2 paqir chiqadi shu. Menimcha 2 paqir chiqsa kerak. Shuncha musor chiqyapti. Endi hozir bu sinovda, bu kat yo'limiz. Sinov jarayonida har xil ko'mirdan yoqib ko'rdim. Birinchi yoqqanimda suluqda yoqdim. Suluqda ham yaxshi ekan. Cho'qi uzoq turar ekan. 12 soat sinadim. 12 soatda ulovdim, ishladi. Yana qaytib yondi 12 soatdan keyin. Lekin belolma ko'miri 1-2 soatda o'chib qolyapti. Endi hozir bundan keyin Qozog'istonni ko'miridan olib qo'ydim. Shibarkul dedimi? Shunaqa ko'mir olib qo'ydim. Endi uni sinab ko'raman. Mana o chuqur garilkamiz aylanyapti. O'sha aylanganda yonib bo'lgan musorlarni pastga to'kib tushirib tashlaydi. Keyin bu garilkada ko'mir shilak bo'lib qolib, endi shilak bo'lib bir-biriga yopishib turganda, o'sha aylanganda shuni parchalab tashlaydi. Shilak bo'lib o'rtada katta bo'lib, shilak bo'lib qotib qolmaydi. Narigi lapatki garilkada o'sha bir joyda turib qoladi. Ikkinchida e'tiborsiz bo'lib qolinsa, uni olov yo'lini to'sib qoladi. Qo'lda olib tozalab tashlash kerak uni. Bu garilkada unaqa emas. O'sha aylanganda endi otaman degan narsani shilakni parchalab tashlaydi. Yoqib qo'yganimizda sababi uyda ustalar ishlayapti. Ustalar ishlayapti. Shuning uchun yoqib qo'ydim mana. Mana ichini ko'rgansizlar.
Hamma joyi to'pli pol bo'lgan. Svetlar hali ulangan yo'q bunaqa termoskalarda. Ulayapmiz. Xonalar issiq. To'pli pol kollektorimiz. O'sha obratgamiz 32-33 qaytyapti obratgamiz. Kunduzi bilan issiq turdi. Ustalar bitta futbolkada ishlayapti. Bu kollektorimiz to'pli polga 110 kvadrat to'pli pol bor. Ha, qulflaymiz. Xo'p. Bu kollektorimizda 1 2 3 4 5 6 7 ta radiator bor. Luchovой sistema. Mana bu yerda radiatorimizning kranlari turibdi. Mana bu tomonlarda ham ikkita derazada bittadan radiator bor. Ham to'pli pol, ham radiator bo'lgan. Mana bu yerda ham bitta radiatorimiz bor. Hammom tualetimiz to'pli pol. Patologlarning ichiga gipsokarton bo'lgan. Gipsokartonni ichki qismida to'sinni orasini minovata bilan to'ldirib chiqqanmiz. To'sinni orasini minovata tiqib, to'ldirib, keyin gipsokartonni qoqilgan. Xudo xolasa bateriya kam bo'ladi degan maqsadda shunday qilganmiz. Xudo xolasa endi qishda shuni foydasi bo'ladimi, yo'qmi? Sinovdan o'tkazib olamizda, keyin yaxshi bo'lsa odamlarga tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Bu yer mana kirishimiz koridorlar hol hisobida. Bu yerlarda oyog'ni tayini kafel qo'yardik, koridorlarda. Oshxonaning poli ham kafel bo'ldi. Oshxonamizning ichi ham kafel bo'ldi. Bizni kuzatishda davom etsalaring, keyingi videolarda katyolimizda rasxodlarni aytib o'tamiz. Sutkasiga qancha rasxod qilyapti, shulargacha aytib o'tamiz. Qaysi ko'mirda qancha rasxod bo'lyapti? Qirg'iz ko'mirda, qirg'izning belolmasida qancha, suluqda qancha, qozoqda, Shebarko'lida yana qancha rasxod qilyapti? Shulargacha hisoblab keyingi videolarda erinmasdan aytib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Videoga like bosib, videoni katyol qidirib, o'ta aqlli katyol qidirib yurgan do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, bizni mana shunday videolarimizni birinchilardan bo'lib kuzatishga muvaffaq bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.